Mana navbatdagi katyol o'rnatib turilgan joyga keldik. Endi hammasi oson, muammosiz katyol va santexnika ishi garantiya bilan bir vaqt-o'zda bitta qo'l bilan bitadi. Biz endi shunday tizim yo'lga qo'ydik. O'zbekiston bo'yicha santexnika va katyol ustanovka va katyol xizmatlarini yo'lga qo'ydik. Endi siz katyolni boshqadan olib, boshqa joyda montaj qilib, boshqa ustaga montaj qilgizish shart emas. Bitta qo'lda bitadi hammasi. O'zimiz katyolni olib borib, montaj ishlarini o'tkazib, o'rnatib, yoqib berib, hamma ishini qilib beramiz. Hozir Salohiddin akam bilan katyol tanlash, katyolda afzalligi va ustanovka jarayoni va katyolda garantiyasi, montajda garantiyasi qanaqa bo'ladi? Keyin videoni oxirigacha ko'rib, videoga like bosib qo'yinglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Katyol narxlari va santexnika montaj narxlarini ham qisqacha iloji boricha sizlarga yoritib beramiz. Salohiddin aka, ko'mirli katyollarda hozirgi paytda afzalligi nimada o'zi asli? Afzallik jihatlari, ya'ni gaz bo'lmagan hududlarda asosan eng arzon tushadigan va boshqarish oson bo'lgan narsalar shu ko'mir katyollar hisoblanadi. Uni ham aqlli turlari, ko'mirning maydasini yoqadiganlari afzal hisoblanadi. Svetdan ko'ra ancha arzon tushadi. Gaz yo'q joylarda unumli foydalaniladi. Keyin bunda birinchi jihati ekologik jihatdan katyolda tanlash muhim, ya'ni havoga ortiqcha ugar gazlar chiqarmaganligi qulay bo'ladi. Bu tomonlama ham ko'mir rasxodi kamayadi, atmosferani bulg'amaydi, ya'ni toza bo'ladi. O'zidan zaharli gazlarni kam chiqaradi. Keyin mana hozir menga ko'p obunachilarimiz Buxoro yoki Samarqand, Toshkentdan ham aloqaga chiqishadi. Hozir gaz bor, lekin qishda anaman sovuqda u yo'q bo'ladi. O'chib qoladi yoki juda pasayib ketgan hisobiga misol uchun vaylantlardan foydalana olmay qolishadi. Shu holatda ikkalasini birga qo'yib ketsa bo'ladi. Birga ag'lab qo'yib ketsa bo'ladi. Ustanovka jarayonida bizga murojaat qilishadigan bo'lsa, ham gazli katyolga, ham ko'mir katyolga moslab ketsak bo'ladi. Gaz pasayib qolsa, ko'mir katyolda avtomatika yonadigan qilib qo'yish darajasigacha olib borishimiz mumkin. Katyolimizni endi garantiyasiga o'tsak, katyolimizni garantiyasi elektr qismiga 1 yil garantiya bo'ladi. Ichki suv qo'ymaslik holatiga katyolda aybi bilan suv qo'yadigan bo'lsa, 2 yilgacha yamab to'g'rilab beriladi. Xudoga shukr, hozir yasagan katyollarimizda birontasida hali suv chiqib ketdi, boshqa degan muammo bo'lgan yo'q. Ishonarli sifatli katyollar kerak bo'lsa, Chaqmoq ekonom katyol jamoasiga murojaat qilaverasizlar bemalol. Keyin Salohiddin aka, santexnik ishlarimizni garantiyalari qanaqa bo'ladi? 3 yilgacha bemalol garantiya bera olamiz. Muzlatishmasa, zarba bo'lmasa bo'ldi. Biz hamma yo'g'ini mahsulotgacha to'lab berishga qo'limiz yetadi. Agar uzr muzlat qo'yishmasa, tashqi ta'sir bilan, zarba bilan yorilmasa, qolgan qismi bizning garantiyamizga kiradi. 3 yilgacha bemalol. Mana yaxshilab e'tibor berasizlar, 3 yilgacha garantiyali. Mana Salohiddin akamda hozir 15 yilgacha shu sohada stajlari bor. Shu bo'yicha 15 yilda chiqqan xatolar yo'q bo'lib professionallashib boradi. Shuning uchun 2 yil qilgan odam bilan 15 yil qilgan odamning o'ziga yarasha farqi bo'ladi. Mana behijolat 3 yilgacha O'zbekiston bo'yicha garantiyali ish qilib berishadi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Birinchi 5 ta aloqaga chiqqan mijozimizga maxsus sovg'amiz bor, bonuslarimiz bor, ular chiroyli qilib beriladi. Endi santexnika ishlarimizni montajni narxlarini aytib o'tsak, ko'p obunachilarga qiziq. Taxminan bo'lsa ham nech pulga bitishi? Montaj jarayonlarida birinchi hozir katyolda yonida turgan bo'lsa, katyol ustanovkasi o'rtacha holati 2 million so'm. Hududlar kesimida narxlar o'zgarishi mumkin. Vodiy bo'ylab 2,5 million, 3 milliongacha maksimal. Endi biz hozir Uchko'prik tumanida desak, Uchko'prik, Yaypan, Qo'qon atroflarida o'sha 2 million so'mga o'rnatilaveradi. To'liq ustanovka qilib beriladi. Ichida dimoxod qo'yish, suv montajlarini qilish, zapravkalari, hammasi elektr montajlarigacha shu xizmat ichiga kiradi. Montajlari polni bo'lgan bo'lsa ham, o'zingiz borib, kamchiliklari bo'lsa ko'rib, unga alohida xizmat bo'ladi, lekin kamchiligi yo'q bo'lsa, katyolni shuni o'rnatib, ustanovka qilib yoqib berib kelinaveradi. Yoqib berib kelinaveradi. Qisqacha endi batareyalar holatida ham axborot berib o'tib ketsak, batareyalar holati, liniyalar, tizimlar har xil bo'ladi. Shuning uchun narxlar o'ynaydi unda. Misol hozirgi kunlarda 400 ming so'mdan 800 ming so'mgacha chiqadi. Har bir batareyani montaj. Har bitta batareya. Unga tortiladigan turbaga haq olinmaydi. Faqat batareyani sanashadi, shunga yarasha haq olinadi.
Keyin kovlash holati bo'lsa qanaqa bo'ladi? Ko'ylash holati bo'lsa, ko'ylab turbani yotkizib berish holati 30 ming so'mdan 55 ming so'mgacha Ha. belgilanadi. Keyin kat yo'lda hozir mana 2 milliondan 3 million atrofigacha deyapsiz. Keyin kilovatiga ham qarab bu kattalashgan sari o'zgaradimi? 50 kilovatgacha farqi yo'q. 50 kilovatdan yuqorisiga keyin narxi o'zgaradi. Ha, 50 kilovatdan Uni kelishilgan holatda gaplashaveramiz. Ha. Bu kat yo'l o'rnatishga o'zi nimalar kiradi? Kat yo'l o'rnatishga asosan birinchi suv ta'minoti. Kat yo'lni zaxiraga olish, ya'ni suv zapravka qilish. Podach obrotkasi kiradi, nasos kiradi, elektr qismi kiradi, dimoxod kiradi. Ha. Keyin atrofidagi shu turbalar ochiq bo'lsa, o'tibletil, ya'ni nima qilish, chexollash kiradi unga. Shu xizmatlar ichiga kiradi. Ha, shularni ichida qilib beriladi. Qilib beriladi. Keyin mana hozir obunachilarimiz, qiziquvchilarimiz aloqaga chiqishsa, taxminan hisoblab berishga qanaqa bo'ladi? Keyin borib agar uylarda to'shni hamma narsasigacha hisoblasak qanaqa bo'ladi? Taxminiy uylarini holatini, derazasini, kvadratini shunday aytib berishsa, uni onlayn holatda bormasdan qilib bersak, shunday hisob qilib berilaveradi. Ha, taxminan, lekin undan plus minus bo'ladi. Ha, unda bo'ladi. Masalan, 4 million plus yoki minusga bo'lishi mumkin. Ha. Aniq hisobot so'rashadigan bo'lsa, bizga faqat bordi keldini hisobini qilib berishsa, Ha. masalan 100 mingdir, 200 mingdir masofaga qarab belgilanadi. Borib turib aniq hisobini qilib turib topshirib beraveramiz. Ha, misol uchun vodiyni chekka joylarigacha taxminan misol 500 minggacha bo'lsa, demak, borib hisoblab berish hisob bo'laveradi. Bo'laveradi. Ha. Borib uylarini o'lchab, proyektini tuzib, o'lchamini, hisobini chiqarib berilaveradi. Ha. Maksimali 500 minggacha. U ham nima uchun? Bordi keldi, ya'ni yo'l xarajatlarini qoplash maqsadida olinadi. Ha, agar hozir biz bordik, hisobladik, xullas qiydiradigan bo'lishdi. Qiydiradigan bo'lishgan holatda qanaqa bo'ladi? O'sha 500 ming shunda ham to'lanadimi yoki unda qandaydir yengillik bo'ladimi? Yo'q, unda to'lashmaydi. O'sha berilgan pullari avans hisobiga o'tib ketadi. Ha, avans hisobiga o'tib ketadi. Mabodo uni hisobda bilish uchun chaqirsa, o'shanda xizmat olinadi. Agar ishni qilib yuborishadigan bo'lsa, avans hisobida bizga o'tib ketadi, keyin oxirida hisob kitobda ayirib tashlanadi. Ha. Tushunarli. Salohatjon aka, hozir bu obyektimizga necha pul ketdi? Kat yo'ldan tashqari. Kat yo'ldan tashqari holatini aytgan bo'lsak, 167 kvadrat joyimiz bor. Aha. 6 ta xonamiz bor. Shayga hozir 12 ta batareya qo'yilgan. Ha. 58 million so'm pul bilan bityapti. Obyektimiz juda kattaroq, to'pli pol qismi ham bor. Shuning evaziga sal summasi baland chiqqan. Ha, to'pli pol bilan billa. Bu yerda mahsulotlar va xizmat haqi bo'lyapti. Bu yerda kat yo'ldan tashqari. Kat yo'lda ham ichiga olinadigan xarajatlar olingan, nasos, rashbaklar olingan holatda. Faqat kat yo'lda narxini o'zi qo'shilmagani 57 million so'm bilan bityapti. Ha. Demak, kat yo'lsiz shu 57 millionga bityapti, hamma narsasi ichida. Ha. Vodiy bo'ylab xuddi shu holatda bitadi. Agar holatda bitaveradi. Uyli kvadratiga qarab oz-moz farq qilishi mumkin. Mahsulotlar kimgadir sal ozroq ko'proq ketadi, kimgadir kamroq ketadi. Kottej uylar holatida bo'lsa, arzonroqqa bitadi. Unga mahsulot kam ketadi. Hozir bu obyektimizni sal qimmatga tushganligi, ingichka uzun uy bo'lganligi uchun mahsulot ko'proq ketgan, shuning uchun summasi ham balandroq chiqqan. Agar kottej bo'ladigan bo'lsa, shu 50 million atrofiga bitaveradi. 50 million mahsulot kam ketadi. Tushunarli. Mana narxini hisoblatishda shunisiga e'tibor berasizlar. Uyni bitta qilib solinganiga ham narxi bog'liq bo'ladi. Keyin derazalarning soniga ham qarab, batareya ko'p kamligiga qarab, asosiy batareya qimmatroq bo'lganligi uchun narxi o'zgaradi. Hozir eshitib turib, meni 160 kvadrat joyim bor, shu darajada qimmat bo'lib ketadimi degan narsa emas. Agar hisoblatmoqchi bo'lsangiz, pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib hisoblatkizdirasiz. Agar santexnik ishimizni ham, kat yo'l narxini ham, umumiy xohlagan joyingizga materiallarda hisoblab berilgan narxini ham bemalol tekshirtirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Kimga shunaqa garantiyali, sifatli ishlarga qiziq bo'lsa, pastda raqamlar orqali aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab santexnika ishlari va kat yo'l yetkazib berish xizmati bizda mavjud. Ishimizga, kat yo'limizga ham, montajimizga ham 100% garantiya beriladi.